Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Bugun Namangandan uchadigan O'zbekiston havo yo'llari bo'lgan reyslarni tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qo'yayotgan videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Namangan Vnukovo yo'nalishi uchish vaqti 17:40 da samolyot uchadi. 20:20 ga Vnukovo vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.900.000, bez bagajining narxi 2.700.000 chiqadi. Undan keyingisi Namangan Sochi yo'nalishi. Uchish vaqti ertalab 5:50 da samolyot Namangan vaqti bilan uchadi. 8:00 ga Sochi vaqtiga borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.900.000, bez bagajining narxi 2.700.000 chiqadi. Namangan Omsk yo'nalishi. Uchish vaqti Namangandan 19:10 da samolyot uchadi. 22:50 ga Omsk vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi 2.600.000, bez bagaji 2.400.000 chiqadi. Xo'p, keyingisi Namangan Piter yo'nalishi. Uchish vaqti Namangandan 10:05 da samolyot uchadi. 13:25 ga Piter vaqtiga borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3.700.000, bez bagajining narxi 3.500.000 chiqadi. Xo'p, undan keyingisi Namangan Irkutsk yo'nalishi. Uchish vaqti Namangandan 6:45 da samolyot uchadi. 14:00 ga Irkutsk vaqti bilan borib qo'nadi. 2.800.000 bagajlisi, 2.600.000 bez bagaji chiqadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalla ro'parasida. Ekranda nomerlar pastda ishlab turadi. Tanishtirgan bilet narxlarimizdan ma'qul kelgani bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqsalaring bo'ladi. 24 soat onlayn. Agar masofa uzoq bo'lsa, через WhatsApp, через Telegramdan pasport kopiya jo'natsalaring, biletlarni onlayn ravishda rasmiylashtirib beraveramiz.